Prezidentimizning korrupsiyaga qarshi olib borayotgan ishlari Buxoro shahar tibbiyot birlashmasida korrupsiyaga qarshi kurashish yuzasidan davra suhbati bo'lib o'tdi. Ushbu masalaga bag'ishlangan davra suhbati davomida sog'liqni saqlash sohasida halollik, shaffoflik va qonun ustuvorligini ta'minlash muhimligi ta'kidlandi. Davra suhbatida Adolat sotsial-demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi raisi Maqsud Hamidov, partiyaning Buxoro shahar kengashi raisi Abdurauf Ahmedov, xalq deputatlari Buxoro shahar kengashi deputati Rustam Salomov, O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi advokati Anvar Rahmonov hamda Buxoro shahar tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Faxriddin Norov ishtirok etishdi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2025-yilning 5-mart kunida korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini tashkil etish maqsadida Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi partiya fraksiyasining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilish qaroriga ko'ra 2025-yilning aprel oyi korrupsiyaga qarshi kurash oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu korrupsiyaga qarshi kurash oyligi doirasida Buxoro viloyatining barcha korxona muassasa tashkilotlarida, shu jumladan ta'lim muassasalarida, tibbiyot tashkilotlarida qator seminarlar tashkil etilyapti. Ushbu seminarlarni tashkil etish uchun ishchi guruhlari tashkil etilgan. Shu jumladan bugun Adolat sotsial-demokratik partiyasining Buxoro viloyati tashkilotlari va Advokatlar palatasi ishtirokida Buxoro shahar tibbiyot birlashmasi xodimlari o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha seminar tashkil etildi. Seminarda korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning mohiyati, korrupsiyaviy huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha amaldagi qonunchilik, shu jumladan bunday huquqbuzarliklar uchun mavjud jazo choralari haqida batafsil tushuntirildi. Bundan tashqari korrupsiyaviy huquqbuzarliklardan oldini olish bo'yicha xodimlar tomonidan berilgan savollarga batafsil javoblar berildi. Ushbu tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan korrupsiyaning salbiy oqibatlari, unga qarshi kurashishning huquqiy asoslari hamda bu borada jamiyat va har bir fuqaroning o'rni haqida atroflicha fikr-mulohaza yuritildi. Jumladan, sog'liqni saqlash tizimida xizmat ko'rsatish sifati va bemorlar huquqlarini himoya qilishda adolat va qonuniylikni ta'minlash zarurligi qayd etildi. Tadbir va davra suhbati yakunida ishtirokchilar o'zaro fikr almashib, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlarni davom ettirishga kelishib oldilar. Darhaqiqat ta'kidlashimiz lozim, korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida bugungi kunning eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu illatga qarshi kurashish dunyoning ko'plab mamlakatlarini qamrab oldi. O'zbekiston Respublikasi ham korrupsiyaga qarshi kurashishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda va hozirgi paytda respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bir qator dasturlar qabul qilindi va ular bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.